Vazifamiz ogohlantirib qo'yish. Akalar Toshkentdan Moskvaga chiqayotgan avtobusimiz tamojiga borgandan keyin 200 rubl tamoji rasxodinglar bo'ladi. Bir qator aytib qo'yish vazifamiz akalar. Hamma eshitib olsin. Yo'lga chiqqandan keyin bizga aytmadi demanglar akalar. Hamma eshitdimi? Eshitdi. Eshitdilarmi akalar? Eshitdi. Shuni so'ramoqchiman. Buni aytaman. Rossiyaga Qozog'istondan Rossiyaga kirib kelayotganinglarda, Qozog'istondan Rossiyaga o'tganinglarga mana Sagarchin granitsiyaga kelayotganinglarda voditelь o'zi 200 rubl yig'adi. Tamoji rasxodi. Yo'l kerak emas, tamoji rasxodi. Sababi tezroq o'tish uchun qanaqa tikkilash bo'lmasin. Xullas tezroq o'tish uchun 200 rubl yig'ilib kerak, yig'ilaverar akalar. Bor narsa bu. Sumka ham yo'q uchun. Akalar keyin mana biz bilan gaplashgan akalarimiz mana biz bilan bog'lanib kelganlar, sizlarga va'da bergan avtobus davlat avtobusi deganmiz, qo'yliqdan minasizlar deganmiz, mana va'damizda turdik. To'g'rimi akalar? Yo'lga chiqib olib, qolib ketdi demanglar. Avvalo Allohdan texnikamiz parod qilmay, avtobusimiz buzilib qolmasa, manzilimiz 2,5 sutkalik yo'l.